Dubay bozori bo'yicha juda qiziq bo'lyapti. Hozir vaziyat, hozir zo'r imkoniyat men uchun. Dubayda arzonligida men mulk olib qo'ying. Ba'zi bir quruvchi kompaniyalar bor, 20% dan 40% gacha chegirma beryapti. Shveysariya hech qaysi urushga umrda qatnashmagan. O'shanga hamma pul Shveysariyaga borgan. Dubay Osiyoning Shveysariyasi bo'lmoqchi bo'lgan. Oxirgi 4-5 yilda Dubay ko'chmas bozor narxi ancha yaxshigina oshganda. Bu degani hozir Saudiyaga kirmoqchi bo'lsak, hozir hujjatligi chuqurlashish yoki unaqa qilish, buni arab tilini o'rganish nima kerak? Emarda 20-30% o'zi narxidan arzon uy yo'q-da, lekin bozordagi narxdan arzonlari bor. Nimaga siz Baliga qilayotgan narsangiz bilan Dubayga qilishingiz mumkin bo'lgan narsada bir xillik yo'q? Bu yoqda hali bu darajada shakllanmagan bozor. Men bitta muammo ko'ryapman hozir suhbatimizda. Juda ko'p narsani o'yiz qilgisi kelyapti. U aytadi, "Mana yaramas" deydi, gapini ustida turmaydi deydi, "Mana zo'r bolalar" deydi. Bu ikkinchi masala, texnik masala menga umuman qiziq emas. Menga biznes qilish arxitekturasi qiziq. Qaysidir bir mahsulotni sotsa bo'ladi, qaysidir bir mahsulotni sotsa bo'lmaydi. Muhim joy qolib ketdi. Nima qolib ketdi? Endi shuncha bizani chidab eshitganlarga ozgina qizdirish uchun menda savollar bor. Assalomu alaykum. Assalomu Xush kelibsiz. Yana o'zingizni tanishtirasiz. Yaqinda o'zi siz bilan suhbatlashdik. Endi kimdir ko'rgan, Maldivdagi suhbatimizdan kimdir ko'rmagan. Mana Vyetnamda ko'rishdik yana. Tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum, ustoz. Rahmat yana shu imkoniyat bo'lgani uchun. Alhamdulillah. Ismim Bekzod. Asl sohamiz Dubayda ko'chmas mulk olib sotish bilan Bek Real Estate kompaniyasi asoschisiman. Instagramda ko'pchilik bizni Bek Realtor taxallusi ostida bilishadi. Zo'r. Endi o'tgan safar siz bilan suhbatlashganda Dubayda juda chiroyli ishlar bo'lyapti. Hozir ma'lum voqealar bo'lyapti. Albatta. Xo'p, nima zaпрос? Hozirgi vaqtda masshtablashish. O'tgan safar sizdan o'sha top menejerlarni kompaniyaga olish bo'yicha maslahatlaringizni olib, shu narsalarni qaysidir ma'noda qildik. O'tgan safar yoningizga kelganimizda shu 7-8 ta xodim bo'lardi. Hozir alhamdulillah 20 tadan oshdi xodimlar. Zo'r. O'ziga yarasha kengaydik. Masshtab endi mana shuni dunyo miqyosiga chiqishni plan qilyapmiz. Mana yaqinda Baliga borib keldik. Keyin Tailand bozoriga qiziqish bo'ldi. Hozir mana bu yoqda Turkiya, bu yoqda Saudiya Arabistoni bor. Shu joylarga sekin-astalik bilan masshtablashishimiz kerak. Zo'r. Asosiy zaпрос mana shu bo'ladi. Zo'r. Bo'lmasam ozgina o'zi kuchli tomoningizni bilaylik. Masshtablashtirish uchun bizni biznes modelni ozgina ichiga chuqurlashamiz-da. Siz Bali, Turkiya, Saudiya bo'yicha mutaxassismisiz yoki siz O'zbekistondan investorlar topish bo'yicha mutaxassismisiz? Ha, zo'r. Hozirgi holatda o'zi mana mutaxassisligimiz o'zingiz yaxshi bilasiz, Birlashgan Arab Amirligida. Bu yerda misol uchun farqi yo'q. Turar joy bo'ladimi, noturar joy bo'ladimi, do'kon bo'lsa hamma narsa ketaveradi. Dubaymi, Sharjami, o'sha 7 ta amirlikda hamma joyda bor. Uni yaxshi bilamiz. Endi Bali yoki boshqa davlatlarda, boshqa shaharlarda hali biz professional emasmiz. To'g'ri. Buni sekin-astalik bilan o'rganyapmiz. Boyagi o'zimiz misol ishonib o'zimiz oladigan darajaga yetib kelsak, keyin sotuvni boshlash niyatidamiz. Yo, to'g'ri. Hozir tushuntirmoqchi bo'lgan narsa. Mana misol uchun siz Dubayda ishlayotganingizda asosiy mijozlaringiz O'zbekistondanmi yoki farqi yo'qmi? Har xil joylarga keladi. Asosan O'zbekistondan. Bo'ldi. Demak, siz o'zbek auditoriya, O'zbekiston investorlar, ya'ni ko'chmas mulkka pul tikadigan investorlarning atrofida biznes qilasiz sektor bo'ladimi? Shunaqa. Bo'ldi. Omadingiz kelib qolibdiki, Dubayni sal bilar ekansiz. Ichida necha yil yashadingiz? 11 yil. 11 yilda ozgina o'rganibsiz. Endi Dubayni mana tasavvur qiling, hozir Dubayni ham tanimaysiz. Dubayni ham bilmaysiz. Lekin O'zbekistonda mashhursiz. O'zingiz podpishchik, nechta podpishchik bor? 50 mingdan ortiq. 50 mingdan oldin podpishchiklaringiz bor, sizni kuzatadiganlar borda. Dubayni tanimaysiz. Dubayga qanaqa kirgan bo'lardingiz? O'sha yerdagi bozorni biladigan odamlar bilan birgalikda kirgan bo'lardi. Ya'ni qadamlaringizni menga gapirib bering. Mana hozir O'zbekistondasizda, auditoriya bor, qo'lingizda potensialniy mijozlaringiz bor, puli bor insonlar bor. Dubayni bilmaysiz, Dubayga kelganingizda qadama-qadam 1 2 3 4 5. Evet. Dubayda asl boshlanishi katta kompaniyaga ishga kirganman. Bir 17-18 yil. Yo'q, u 11 yilingiz yo'q. Ha, qaytadan gapirib berishar, nima qilgan bo'lardim? Nima qilgan bo'lardingiz? Hozir shu turishingizda Dubayni hech kim tanimaysiz. Siz uchun yangi bozor. Qadamlaringiz 1 2 3 4 5. Birinchi qadam
hozir mana sun'iy intellekt rivojlanib ketgan. Aha. U bilan ozgina suhbatlashar edim. Zo'r. O'sha yerdagi aytaylik top 10 ta застройщик. Zo'r. Undan tashqari u yerdagi eng kuchli realtor kompaniyalar, Zo'r. bularni ishlash prinsiplari, ishlash yo'li qanaqa bo'ladi? To'xtang. Juda umumiy bo'lyapti deb, ya'ni siz top 10 ta застройщик yoki top 10 ta realtorlarni ishlash prinsiplarini o'rganish uchun kimga chiqishingiz kerak? Kim qaysidir konkret insonlargami yoki internetda Yo'q, insonlarga mana kim? Qaysi kompaniya? Mana misol uchun birinchi qadam. Top realtor kompaniyalarni topdingiz sun'iy intellekt orqali. Misol uchun 5-10 ta kompaniya chiqdi. Keyingi qadamingiz? keyingi qadam o'sha yerdagi menejerlarga bog'lanish bo'ladi. Zo'r, qarang. Ya'ni o'sha top kompaniyadagi menejerlarni olib, bog'lanib, ular bilan nima qilasiz? Konsultant sifatida ishlatasizmi, nima qilasiz? Ishga olasizmi, nima qilasiz? Boshlanishiga konsultant, Ya'ni menejer, konsultant qilib olasiz ularni. Xo'p. Keyin unga maqsad aytilinadi. Mana shunaqa misol uchun bozorga kirmoqchiman. borib, bozorga kirmoqchiman, o'zimning kompaniyamni ochmoqchiman deyiladi Zo'r. va unga hamkorlik taklif qilib ko'riladi. Hamkorlik. Aha. Ya'ni o'zingiz ochgandan ko'ra o'sha yerdagi top kompaniyaning top menejerini olganingiz sizga tezroq bozorga olib kirishga yordam beradimi? Ya'ni o'zingiz ochgandan ko'ra. Albatta. Zo'r. Yana keyingi qadam? Keyingi qadamlar endi уже u yoqda bir partner topgandan keyin asosiy masalalar, hujjat masalalari, to'lov masalalari уже chuqurlashib ketamiz. Уже o'ta xodimlar qiladi-da, to'g'rimi? Ha, chuqurlashamiz. Mutaxassis. O'zim baribir fizически borib ko'rishni xohlagan bo'lardim. O'zingiz qiziqib, Ha. borib Dubayga ko'rib keldik deb bormoqchi bo'lgan bo'lardingiz. Ha, yo'q, o'sha borib, mana shu aytaylik konsultant topdim, qaysidir kompaniyadan xodim topdim, u bilan borib yuzma-yuz ko'rishib, ozgina chuqurlashgan bo'lardim. Shu o'zim ishonch hosil Tushunarli. Ya'ni bozorni o'rganib, o'sha ko'rishganda bozorni o'rganardingiz, to'g'rimi? Ya'ni bozorni o'zi qanaqa, nima plusi bor, nima minusi bor, Albatta. oson, qiyin tomonlarini u bilan o'zi suhbatlashib, kirishib ketaverasiz ekspertizada. Hozir aytayotgan narsamiz bozorga, ya'ni masshtablashtirish to'g'risida gaplashyapmiz. Ya'ni siz hozir o'zingiz Dubay misolida aytyapsizki, bozorga qanday kirgan bo'lardingiz? Endi savol, Baliga qanaqa kirish kerak? Baliga kirish uchun hozir mana shu kunga chiqgan etaplarda ozgina gapirib bersam bo'ladimi? Zo'r. Birinchi o'rinda o'sha boyagi ChatGPTdan ko'rib chiqdik. 3 ta top quruvchini tanlab oldik. Zo'r. 3 ta top quruvchini tanlab, ular bilan Baliga borishdan oldin uchrashuv belgiladik. Keyin Baliga borib, ular bilan uchrashuv qildik. Loyihalarni ko'rsatishdi va o'sha yerda o'zida ular bilan shartnoma qilib keldik. Zo'r. Endi bizda asosiy narsa ishonch hosil bo'ldi. O'zimiz borib ko'rdik, ular bilan gaplashdik, loyihalar bilan tanishib chiqdik-da. Shartnoma ham qildik. Endi asosiy narsa bu yerda bozordagi mahsulot desak ham bo'laveradi. Misol, qaysidir bir mahsulotni sotsa bo'ladi, qaysidir bir mahsulotni sotsa bo'lmaydi. Bularni biz ajratib oldik. Shunaqa qilib Qarang, asosiy narsa. nimaga siz Baliga qilayotgan narsangiz bilan Dubayga qilishingiz mumkin bo'lgan narsada bir xillik yo'q. Ya'ni sal muhim joy qolib ketdi. Nima qolib ketdi? Konsultant. Ha, nimaga? Chunki u yoqda hali bu darajada shakllanmagan bozor, Balida. Mana Dubayda juda ham zo'r shakllangan. Demak, o'sha shakllanmagan bozor haqida ma'lumot biladigan konsultant olishdan boshlagan yaxshi emasmi degan savol. Yaxshi bo'lishi mumkin. Endi kuzatdik biz Instagramda borib Balida maza qilib villada yashadingiz, villada yurdingiz, lekin o'zingizcha o'rgandingiz. Lekin Dubayga unaqa qilmagan bo'lardingiz, chunki Dubayni yaxshi bilasiz-da. Agar o'zicha qilgan odam yeb qolishini ham bilasiz yaxshi. Mutaxassis orqali qilgan yaxshi. Demak, Balida nima qo'shishimiz kerak deb o'ylaysiz yana? Mutaxassis o'zi. Mutaxassis. Endi Saudiyada nima qilaman deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Saudiyada Dubay yaqin bo'lgani uchun o'zi 1-2 borganmiz u yerda. Asosiy narsa men birinchi o'zim aytgan bo'lardim, xuddi mana shu Dubaydan kelib chiqib konsultant. Zo'r. Endi bu yoqda keyin yana bitta asosiy narsani men o'zim bilganman, ingliz tili yoki rus tilini bilish erta ish bermaydi ekan Saudiya Arabistonida. Ko'proq arab tilini bilish kerak. O'zim sal bo'lsa ham o'rganishni shu anaqa harakat qilganmiz. Shu arab tilini biladigan,
bu yoqda bizni ingliz tilidan yoki o'zbek tilidan bemalol gaplashadigan odam kerak bo'ladi. Undan keyin asosiy etaplar hujjat masalalariga chuqurroq kirgan bo'lardim Saudiya Arabistonida aynan. Chunki bu yoqda hali ko'p yangiliklar bo'lyapti. Boyagi biz hali bilmaydigan narsalarimiz bo'lishi mumkin. Shu narsalarga ko'proq ahamiyat bergan bo'lardim. Men bitta muammo ko'ryapman hozir suhbatimizda. Juda ko'p narsani o'yiz qilgisi kelyapti. Lekin Dubay masalasi kelganda situatsiya o'sha yerdagi odamlar qilgan bo'lar edim deyapsiz. Chunki sizni xayolingizga kelmadi, Dubayga qanaqa kirdingiz deganimda 11 yillik tajriba bilan xayolingizga kelmadi, o'zingiz hamma narsa qilish. Chunki bilasiz, imkonsiz. O'zingiz umringiz ketadi hamma narsa qilguncha, borib ishga joylashishingiz kerak, 11 yil ishlashingiz kerakki, bugungi darajaga chiqish uchun. Lekin Saudiyaga yo Baliga yo Turkiyaga farqi qayergadir kirayotganda shu 11 yil o'sha ishlagan odamni olganingiz tezroq bo'lmasmidi? Tezroq bo'ladi, menimcha shunaqa. Bu degani hozir Saudiyaga kirmoqchi bo'lsak, hozir hujjatlarga chuqurlashish yoki unaqa qilish, buni arab tilini o'rganish nima kerak? Faqat menda bitta anaqa narsa borda, ustoz, nima desa bo'ladi? Investorlar ko'p holatda endi bizni tanigani uchun ularni как будто защищать, himoya qilishni xohlaymizda. Tabiiyki, o'shaning uchun borib o'zim shu narsalarni ko'rsam, yo'q, boring, muammosi yo'q. Zo'r ovqatlar qilishadi, boshqa qilishadi. Lekin siz o'sha yerda mutaxassis orqali ishlab o'zbek investori ko'proq himoya qilmaysizmi? O'zingiz o'rgangandan ko'ra. Biz masshtablashtirish to'g'risida gaplashyapmiz. Biz hozir Saudiyaga ko'chib ketish to'g'risida gaplashmayapmiz. Biz hozir bir vaqtda 5 ta, 10 ta, 100 ta bilmadim, qancha davlatda masshtab qilish to'g'risida gaplashyapmiz. Dubay misolida o'zingiz tayyor algoritmni gapirib beryapsiz. Men hech nima gapirmadim. Hammasini o'zingiz gapirib beryapsiz. Lekin o'zingiz bilgan narsaga rioya qilmayapsiz. Nimaga degan savol. Shu suhbatdan keyin rioya qilamizda. Assalomu alaykum. O'tgan dasturimizda 3 kun oldin, o'qishimizdan 3 kun oldin sold out bo'ldi. Umuman joylarimiz qolmadi. Bu dasturda o'qish boshlanguncha 25 kun oldin sold out bo'ldi va keyingi dasturlarda ham oxirgacha cho'zib yurgan tadbirkorlar mana hozir pul to'lasa ham joylashtira olmaymiz, chunki jismonan joy qolmagan. Va keyingi dasturimizda, ya'ni avgust oyida boshlangan dasturimizda hozir sotuv boshlaganmiz, hozir joylarni egallash imkoniyati bor. Keyin degan tadbirkor yana joysiz qolib ketishi mumkin. Avgustda boshlangan dasturimizda o'qimoqchi bo'lganlar quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Ya'ni tasavvur qiling, har bitta davlatga borish ehtiyojingiz yo'q. Borib kelavering, ehtiyoj uchun emas, shunchaki borib keling. Yoqqani uchun, aylanib kelish uchun boring, boshqa. Lekin biz hozir biznes to'g'risida gaplashyapmiz. Biz Begzodni shaxsiy aylanib bir qanaqadir sayohat qilish xohishlari to'g'risida gaplashmayapmiz. Begzodga qaysidir davlatga kirish uchun shaxsiy sayohat qilish ehtiyoj yo'q biznes nuqtai nazardan. Qiziqishi bor, bir ko'rib keldik deyishi bor. Mayli, borib kelaversin, lekin biznesga aloqasi yo'q. Biznesga aloqasi bor narsa qadamma-qadam gaplashingiz, o'z gapirib berdingiz. Biz top realtorlarga chiqamiz. Top realtordagi, mana hozir o'zingiz gapingiz, menejerni, kuchli menejerni olamiz. U bilan choy ichamiz, hamkorlik taklif qilamiz. Keyin birga o'tirib bozorni o'rganaveramiz. Bozorni o'rganamiz, so'raysiz undan qaysi realtor yaxshi, qaysi realtor yomon deysiz. U aytadi, "Meni yaramas" deydi, gapini ustida turmaydi deydi, "Meni zo'r bolalar" deydi. Ya'ni internetdan emas, bu sohada kamida 11 yil ishlab kelgan odamdan so'raymiz. To'g'ri. Buni Zoomda qilsa bo'ladi, buni Toshkentga, Andijonga taklif qilish orqali qilsa bo'ladi. Borib qilsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi masala, texnik masala menga umuman qiziq emas. Menga biznes qilish arxitekturasi qiziq. Ana suyagi qiziq menga, go'shi qiziq emas. Go'shini keyin o'zingiz qilaverasiz. Endi agar tasavvur qiling, suya to'g'risida gaplashdik, algoritm gapirdik. Shu 1 2 3 4 5 degan qadamni любой davlatga qila olasizmi? Ha. Shunaqa deb o'ylayman. Qilsa bo'ladi. Angliyaga qila olasizmi? Shu sizga viza bermadi ham Angliyaga. Deydi-ya, sizga shubha ko'ryapsiz. Sizga bermaymiz degan taqdirda ham Angliyada qila olasizmi? Albatta. Shu algoritm bo'ldi. Ya'ni sizni bu mamlakatda biznes qilish uchun Begzodni tanasi u davlatga borib turish ehtiyoji yo'q. Muvaffaqiyatga aloqasi yo'q bu narsa. Muvaffaqiyatga aloqasi bor, to'g'ri hamkor topib, o'sha to'g'ri hamkor bilan bozorga kirish. Chunki sizni ekspertizangiz, sizni tajribangiz O'zbekistondagi baza danliq bo'lish. Siz Angliya, Bali, Saudiya bo'yicha mutaxassis emassiz. Siz O'zbekistonda investorlarni topish bo'yicha mutaxassis. Va shu investorlarga pulni oshirib berish
niyatingiz to'g'riligi bo'yicha mutaxassis. To'g'ri. Qolganini nima qilasiz o'zingiz qo'lingiz bilan? Unda vaqt ham ko'p ketib qoladi. O'zimiz qiladigan. Yana 11 yil yana xatga tushib joylashish kerak. Yana bilmadim endi necha yil yashash niyatingiz bor. Ko'p yashang, yuzdan oshing, lekin ish to'g'ri ish emas. To'g'ri yo'l emas. Bunaqa har bitta davlatga o'zingiz shaxsan kirib chiqish, maktablashtirish uchun to'g'ri ish emas. Misol uchun katta kompaniyalarni oling, Procter & Gamble, o'sha Colgate, mana Uzbat mana deb bular hech qaysi biri O'zbekistonda yashab ko'ring, keyin qilaman demagan. Bular O'zbekistonda zo'r sheriklar topgan, zo'r sheriklar bilan kelishgan, to'g'ri kelishuvlar qilgan 200 ta davlatda biznes olib boradi. Biz har bitta davlatda qo'limizni qilib ko'ramiz deganimizga biz ikkita davlatda olib borsak katta gap o'zi maqtanib kibrlanib ketib qolamiz. Ha, to'g'ri. Masala shu. To'g'rimi? Demak, u yoqqa xodim qo'yib, ofis qilish ham shart bo'lmas ekanda hozirgi holatda. Shunaqa. Menimcha tushunishim bo'yicha. Yo'q, xodim qo'yishingiz kerak. Qarang, bu ham zo'r savol ko'tarildi. Ya'ni endi savol bo'lyapti bizda. Misol uchun Saudiyada yo Balida ofis ochdingiz. O'zbekistondan xodim yuborgan yaxshimi yo'qmi? degan savol paydo bo'ladi. Bu yerda bitta narsa tushunishimiz kerakki, xodim ikkiga bo'lamiz. Ya'ni CEO deymiz, o'sha yerdagi joyda CEO va sotuvchilar deymiz. CEOning vazifasi nima? CEOning vazifasi Bek Realtor'ni madaniyatini, qadriyatlarini korxonaga joriy etish. Sotuvchining vazifasi o'sha yerda zastroychilar bilan ishlash. Obyektlarni ko'rsatish va hokazo qilish. Qaysi bir o'zbek bo'lgan to'g'ri? CEO. CEO. Demak, bu CEOni biz o'zbek qilganimiz to'g'ri, chunki bu Bek Realtor'ni falsafasi o'tish kerak. Sotuvchilar o'zbek bo'lgani yaxshimi o'tib yurgan yoki местный bolalar bo'lgan yaxshimi, lokallar bo'lgan yaxshimi? O'sha yerda yashaydi yo'llar. Ko'proq местный bo'lgani yaxshi ular. Va tajribali местный bo'lganlar. Ya'ni bu sohada ko'p yil ishlaydigan odamlar kerak. Ya'ni biza ularni lokallarni biz joyidan olamiz. Mana sizga struktura, ya'ni arxitektura, ya'ni CEOni O'zbekistondan baribir yuborganingiz ma'qul. Chunki mana Procter bormi, boshqa bormi, bular bozorga kirganda hammasini CEOlari o'zlarining bolalarini yuborgan. Hozir o'zi o'tdan odam yuborish ehtiyoji yo'q, chunki mahalliy kadrlarni katta qila olgan. Qanchadir yildan keyin bunga o'sha ehtiyoj bo'lmaydi, lekin boshlanishida qadriyatni yetkazishda baribir o'zbek CEO bo'lgan afzal. Shart emas, afzal. Tushunarli. Shu? Zo'r. Nima yana savol? Ya bo'ldi, asosiy mana shu savol edi, masshtablashtirish. Endi shuncha bizlarni chidab eshitganlarga ozgina qizdirish uchun menda savollar bor. Ha, bemalol. Dubay bozori bo'yicha juda qiziq bo'lyapti. Hozir vaziyat endi ilgaridagi tinch emas deylik. Qanchaga tushib ketdi ko'chmas mulk narxi real. Misol uchun internetdagi emas bor. Men ichida yurgan odam sifatida men pulni ko'tarib borsam, men aytsamki, hozir zo'r imkoniyat men uchun Dubayda arzonligida men mulk olib qo'yay deydigan bo'lsam, realni qancha chegirma bilan uy topib berish ehtimoli katta? Hozirgi vaziyatda quruvchiga bog'liq degan bo'lardim. Misol ba'zi quruvchilar bor, umuman skidka bermaydi, MR kompaniyasi. Ba'zi bir quruvchi kompaniyalar bor, 20% dan 40% gacha chegirma beryapti. Faqat bitta narsaga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Chegirmani ham chegirmasi bor. Sababi nomini aytmaymiz. Zastroychik bor, hozir 40% gacha chegirma beryapti-da. Keyin qiziqib narxlarni qarab ko'rdim. Oshirib qo'ygan. Ha, misol 1 million 100 ming dirhamli uylarni 1,5 million qilib qo'yganda, minus qilib, keyin 40% chegirma beryapti. Lekin o'shunda ham qarasiz, bir примерно 15-20% chegirma bo'layotgan hisoblanadi. Ya'ni realni zastroychikdan olsangiz 20% chegirma. Real hozirgi vaqtda shunaqa 20% endi ikkilamchi bozorchi. Mana tayyor uy olmoqchi bo'lsam. Ikkilamchi bozorda mana ko'pchilik narx tushdi boshqa deydi. Men real o'zini original narxidan tushib ketgan uylarni ko'rmadim. Bo'lsa ham bu bitta-ikkita sanoqli. Sababi oxirgi 4-5 yilda Dubay ko'chmas bozor narxi ancha yaxshigina oshganda. Aytaylik, 3 yil avval sotuvga chiqqan katlamon uylar hozir tayyor. 3 yil avvalgi narxlar примерно 40% arzon bo'lgan. Hozirgi narxi 40% qimmatda. Endi o'sha bozori 40% narxi qimmat emasda, bir 20% yoki 15% arzonroq sotayotgan bo'lishi mumkin. Demoqchiman, 300 mingga olingan uy
Hozir o'rtacha 360 mingga narx chiqqan, ko'tarilgan. Lekin sizga o'shani aytaylik 320 mingga beryapti. Bozor narxidan Arzonroq. qanchadir nimada Necha arzonroq. foiz o'sha arzon? O'sha 20% o'rtacha qarashsiz bo'ladi. Ha, 20% dan ko'proq chegirma topolmayman. Ko'proq chegirma boyga narsa topsiz bo'ladi, faqat mahsulot sifatsiz bo'ladi. Yo'q, tushunaman. Mana kimdir uy olgan, qo'rqib qoldi. Bu tinchmas ekan, ayrim hollarda 100% baribir ta'minlanmas ekan, shu to'polon bo'lyapti. Pulimni chiqazib ola qolay degan qo'rqoqlar bor-da. To'g'ri. Ya'ni pul qo'rqoq. To'g'ri. Qo'rqoq degani pul qo'rqoq degan ma'noda. To'g'ri. Misol uchun uyni 5 yil oldin olib qo'ygan. Nech pul bo'lsa ham chiqazib yuborsam mayli, pulimni olib olay. Ertaga nima bo'ladi? Hali qaytadimi, eski holatga qaytmaydimi degan masala bo'lishi mumkin. Chunki Dubay o'zini Shveysariya deb bilgan. Biza faqat hech qanday urushga qatnashmaymiz. Shveysariya hech qaysi urushga umrda qatnashmagan. Birinchi jahonda ham ikkinchi biza neytralmiz degan, o'shanga hamma pul Shveysariyaga borgan. Dubay Osiyoning Shveysariyasi bo'lmoqchi bo'lgan. Lekin gapirgan gapidan kelib chiqqan holda unaqa emas bo'lib qoldi. Ya'ni baribir urushga qatnashib qoldi. Endi kimdir bu vaziyatni bo'ldi. Endi Dubay eski holatga qaytmaydi degan fikrlar bor. Kimdir yo'q, qaytish kerak, chunki kapital boshqa qochadigan dunyoda joy yo'q degan gaplar bor. Bu ham gapda jon bor. Lekin baribir men o'ylaymanki, katta ehtimol bilan kimdir sotmoqchi bo'lgan joylar bor. Hozir mana saytlarni ko'rdim. Katta chegirmalar bilan sotamiz degan saytlar bor. 20% aniq borligini endi ko'rdik. 30-40% balki 50% degan variantlar bordir deb savol beryapman. Boyagi narsa mana bizda yaqinda 10 kun, 15 kun avval bo'layotgan holat, 2-3 ta o'zimizda shu mijozlar bor edi. Siz aytganingizdek 20%, 30% arzon bo'lsa, real arzon, o'zini narxidan arzon bo'lsa olamiz deyishdi. Rosa qidirdik. Ularga asosan villa, townhouse'lar ko'rdik. Endi villa, townhouse deganda ko'pchilik emarni xohlaydi. Emarda boyi 20-30% o'zi narxidan arzon uy yo'q-da. Lekin bozordagi narxdan arzonlari bor. Ana misol uchun o'sha villa bozorning narxidan aytamiz. Bozorning narxidan qancha arzon bor? Bozor narxidan real o'sha 20-30% arzonni topsa bo'ladi. Zo'r. Ya'ni men hozir Dubayda maqsad nima vaziyatdan foydalanib qolib olmoqchi bo'lsam, 20-30% gacha bemalol undan ko'p yo'q. Topsa bo'ladi. 50% yo'q. Ko'piga 50% ga boyagi narsa narx oshirib qo'yib qilayotganlar bo'lishi mumkin. Fakt unaqa narsa yo'q. Zo'r. Rahmat suhbat uchun. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling.